Bu videomiz mashinaga juda qattiq qiziqqan hamda hamkasb aka-ukalar uchun. Monza 1.5 motor metga qanday qo'yiladi? Inside hamda Excite. Kirituvchi, chiqaruvchi. Mana bu yerdagi raznica 13 ta bo'ladi. 34 hamda 35 bo'ladi. Motor metga xuddi shunday bo'ladi. Bu Inside va bu esa Excite. Kirituvchi, chiqaruvchi. 13 ta zub bo'ladi. 35 ta bu tomonda, 34 ta bu tomonda bo'ladi. Metga qo'yish jarayonlari o'sha Gentra, Cobalt, Nexia 3nikdek bir xil bo'ladi. Faqat imini ana shu joyga qarash kerak. Tepasi ham o'zim ko'rsataman. Mana bu Inside, mana bu yerda tochkacha bo'ladi. Bunaqa tochkacha shkifda boshqa yo'q. Bu esa Excite, bu yerda ham bitta tochkacha bo'ladi, boshqa unaqa tochkacha yo'q. Положение esa Raspilvalniki shunaqa mana. Birinchi fakti mana bu. Bunda metka bo'lmaydi. Bu valve balanser hisoblanadi. Valve balanserdan metka bo'lmaydi. Buni hamda o'zimiz chizib olganmiz. Mana bu yerdan hisoblasa 10 ta zubdan keyin to'g'ri keladi. Buni vali rastochka qilib bo'lmaydi. Remontni razmer fikladishi yo'q. Buni yangi val qo'yish kerak agarda val stuk bersa yoki valda biron xil muammo bo'lsa. Bundagi metka mana 10 ta sanab qo'yilishi kerak.